Farzandingizning sumkasi uni umurtqasiga zarar yetkazayotgani haqida o'ylab ko'rganmisiz? Bugun sizlar bilan og'ir sumkalar haqida gaplashamiz. 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan maktab yoshidagi bolalarda og'ir sumkalar farzandlarning o'sish, rivojlanishida, mushak sistemasi, nerv sistemasi va umurtqa pog'onasi rivojlanishida juda katta ta'sir ko'rsatadi. Demak, sumkalar aslida qanday bo'lishi kerak? Birinchi navbatda sumkalar ergonomik bo'lishi kerak. Ergonomik zamonaviy bu nima degani? Mana ko'pchilik sumkalarda yelka qismga taqadigan qismlari zamonaviy bo'lsin deydi, chiroyli bo'lsin deydi. Ayniqsa qizlarda bo'ladi, ingichka qilib qo'yadi. Bu yelka kamar mushaklarini va qon tomirlarini siqilishiga olib kelishi mumkin. Chunki sumka og'irligi og'ir va qisqa bo'lgan narsalar keng emas, yelka kamar mushaklarini va o'sha joydagi qon tomir nervlarini qisilishiga olib keladi. Bu o'z navbatida rivojlanishning buzilishiga olib keladi. Demak, ergonomik sumkalar bu keng yelkalik va bel sohasida taqib turadigan, ushlab turadigan, korpus ushlab turadigan qo'shimcha ushlaydigan moslamalar bo'lishi kerak. Keng yelkalik, taqib turadigan qismlar bo'lishidan tashqari, endi sumkalarni og'irligiga nisbatan bo'ladigan standartlar bor. 7-14 yoshdagi bolalar o'rtasidagi sumkaning umumiy og'irligi tana vaznining og'irligining 10-15% dan oshmasligi kerak. Bu degani o'rtacha 8-10 yoshli bola 30 kg vaznga ega desa, demak sumkaning maksimal og'irligi sumkani o'zi va ichidagi kitoblari bilan birgalikda 3,5-4,5 kg bo'lishi kerak. Undan ortiq emas degan. Demak, birinchi navbatda sumkani to'g'ri tanlashimiz va ikkinchi navbatda ichiga solinadigan keraksiz narsalarni olib tashlab, og'irligini maksimalni kamaytirishimiz kerak ekan.